Ko'pchilik yoshlik paytimdan boshlab kasbingdan topgin baxtingni, kasbingdan kamol topgin deb duolar qilishardi. Azizlar, bugun aynan shu naqlni mag'zini chaqdim va o'zimda his qildim. Sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Mashhuraxon onajonimizni xonadonlardagi to'y bir necha yillar oldin bo'lgandi va u yerda xizmat qilib, ularning mehrini, muhabbatini qozonishga muyassar bo'lgan edik. Onajonim menga xabar yozibdilar. O'g'lim Umra safariga borib keldim. U yerda siz uchun duolar qildim va siz uchun sovg'alar olib keldim deb yozgan ekanlar. Onajon, albatta yoningizga boraman. Xudo xolasa hoji onani duolarini olish menga nasib qilsin deb xabarlarga javob yozgandim. Bugun onajonim Kumush to'yxonasiga mehmonga kelibdilar. Bizlar bu yerda xizmat qilishimizni bilib, sovg'alarni o'zlari bilan olib kelibdilar, azizlar. To'g'risi butun vujudim titrab turibdi hayajondan. Onajonim chetga chaqirib, bolam, sizga ham Umra safariga borish, haj safariga borish nasib qilsin. Oilangiz baxtiga, ota-onangiz baxtiga sog'-omon bo'ling, ishlaringizga omad deb duolar qildilar. Onajon, kattakon rahmat, hoji ona, boringizga shukr. Bu sovg'alaringizni albatta onajonimga yetkazaman. Mashhuraxon onajonim har doim aytardilar, duogo'y insonlaringiz, duogo'y onajonlaringiz safi ko'payaversin deb. Hozir yonlariga borib aytdim, onajon, sizni o'sha duolaringizdan so'ng meni duogo'y insonlarim, hoji onalar safi ko'paymoqda desam, xursand bo'lib yelkalarimni qoqib, bardavom bo'lsin bolam deb